muborak bo'lsin. Ma'lumotlarga ko'ra, eskimoslar yangi yilni birinchi qor yoqqan kuni qarshi olishar ekan. Yaxshiyam biz eskimos emasmiz. Bo'lmasa yangi yilni allaqachon nishonlab bo'lgan bo'lardik. Bizda esa an'anaga muvofiq risoladagidek 31-dekabr haqiqiy yangi yilni kutib olish marosimi nishonlanadi. Ushbu kunni, ya'ni yilning so'nggi kunini esa omon-omon bilan boshlagan qadrdonlarimizga a'lo kayfiyat tilaymiz va sizga zo'r kayfiyat taqdim etuvchi mehmonlarimiz bilan kechadigan suhbat dasturimizni davom ettiradi. Qarshi oling. Iste'dodli ijodkorlar, aktrisa Aysenem Yusupova, Shaxsanem Abdujamilova, xonanda Dilniyoz G'afforov hamda Doston Hakimovlar, ya'ni Eldido guruhi. Xush kelibsiz. Lekin bugun birato'la yangi Abba guruhi desangiz ham bo'ladigan bemalol. Endilikda kvartet ko'rinishida faoliyatini davom ettirayotgan. Bu qanchalik rost? Mana ularning yangi tarkibi. Anaqa qancha nima bo'lsa, biz yana ikkita qo'shishimiz mumkin. Xizmatlar litsenziyalangan, 90likmishda. 2023-yilni qaysidir ma'noda o'sha bir vaqt qolganda sarhisob qilayotgan bo'lsangiz kerak. Eng unutilmas voqeasi qaysi bo'ldi? Shaxsiy hayotda va ijodda. O'sha holat Sog'lik. o'sha turmoqchi edi. Negadir dostonni bu savol biroz bir hayajonga soldi. Esda qolarli voqea nima bo'lgan? Hattoki o'sha yo'tallar paydo bo'ldi. o'sha voqea yo'taltirdi. Sovuqda klip olgandik. Qaysi voqea yo'taltirdi? O'sha yozdagi shamollashim hozirga kelib o'zini kuchini ko'rsatyapti menimcha. O'zi bu haqida biz alohida savol bermoqchi edik. O'sha yozdagi kostyum shimlarda suv ichidan chiqib kelish sahnasi hozir bo'lganda qanday bo'lardi? Ijod uchun rozi bo'larmidingiz degan savol bor edi bizda. Yo'q. Men rozi bo'lardim. Men rozi bo'lmasdim. Chunki hali bolalarim to'yini ko'rmoqchiman. Ana, fidoyilar bor guruhda. Shunday. Eng qiziqarli yangi yil voqea mayli. Aytsa qolishsin, qizlarimiz endi baribir. Tarixiy voqea nima bo'ldi? Aysenem. Bu yili. Tarixiy serialga tushdim deydi. Tarixiy filmlarga tushdim, to'g'ri. Bu yil men uchun eng esda qolarli yillardan biri bo'ldi. Sezyapmiz nimalar nazarda tutilayotganini. Ham shaxsiy hayotda ham ijodda ham ancha yutuqlarga erishdim deb bemalol aytsam bo'ladi. Hamma eshitmagan bo'lishi mumkin-da endi. O'sha ko'pchilik orzu qilgan tarixiy filmda suratga tushdim. Qaysi film edi u? O'zbek qizi. Aha. Qolaversa, o'sha 9-mayda premyera qildik uni. Mukofotlar. Ikkita chet el davlatlarda eng yaxshi aktrisa nominatsiyalarini oldim. Rahmat. Va madaniyat va san'at fidokor ko'krak nishoni bilan taqdirlandim. Endi xudo xolisa yana ham bular baribir insonga kuch bag'ishlaydi-da. Albatta. Keyingi yilga yaxshigina menga motivatsiya bo'ldi. Endi buncha natijadan keyin qolganlar jim o'tiraveraylik ekanda. Yo, ko'rsatib turgandi aziz do'stlar. Ko'plagan muxlislarga ega bo'ldim. Singlim seriali orqali birgalikda opa-singilni ijro qilganmiz. Shu serial menga juda ham omad keltirdi. Ko'plagan yaxshi muxlislarga ega bo'ldim. Ko'plagan yaxshi fikrlarga, maqtovlarga. Mani eng yaxshi shu nimam muxlislarga ega bo'lganim bo'ldi. Albatta va u serialda eng qiziqarli voqealar ham bo'ldi, lekin Ko'p bo'lgan. ko'p bo'lgan. Eshitamiz-mi bittasini? Shaxsiy hayotda jimjit. Nahotki. Lekin eshitdingizmi Umidaxon? Aysenem shaxsiy hayotda ham yangiliklarga boy bo'ldi degan ta'rifni ishlatdilar. U yangilik haqida bizni boxabar qilarsiz balkim. Endi o'zim niyat qilib qo'ygan narsalarga erishdim. Unaqa juda katta yangilik emas hozir. Lekin siz u odamni tanimaysiz nima? Yo, o'zni taniymizmi? U odam o'zi Bo'lmasa yangilik bo'lmabdi deydi. Yo, 24-yilda katta narsalar qilyapman, motivatsiya olyapman dedilar-ku. Shu bo'lsa kerak. Men Yo, lekin kattasi ham xato lekin. Ya, endi mayli, katta baxtmi, kichkina baxtmi? Ha, baxtmi? Ha. Sizmi? Ota bo'lganda shunaqa bo'lib qoldi-da. Bu katta kichik narsalar boshqa narsalar bilan o'lchaydigan bo'lib qoldi. Bu olganda 2023-yil barcha ijodkorlar uchun yomon o'tmadi, adashmasam. Xususan aynan bizning guruhda ham, shaxsiy hayotimizda ham men erishilgan yutuqlar hozir son-sanog'i yo'q, ko'z tegmasin. Shu Alloh yetkazganiga shukr. O'tgan gal boya tasvirga olishlardan oldin aytib o'tgandik. Bir zumgina 1 yil o'tib ketib qoldi, lekin 1 yil ichida juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi. Yaqindagina zo'r kayfiyatda 2023-yilni kutib olgandik, bugun kuzatyapmiz. 22 bilan xayrlashib, haligi apa bilan xayrlashib, keyin 24 kutib olgandik, esingizda, Umidaxon? Albatta, voy. Siz mana orada farzandli bo'libsiz, tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Katta rahmat. Omon-omonga kelganlar o'zida-o'zi ko'payib ketar ekanda. Ilohim shunday bo'lsin. Bizni manzilimiz shunaqa barakali emas. Omon-omon barakali maydon. Kelasi yil yangi chaqaloqlarni siz ham nasib etsa qutlovlarga chaqirasiz. Mana Doston. Shu joydan batafsil. 23-yilda men ham
qizlik bo'ldim. Omon kelganingiz. Omon omonga kelganimdan keyin. Uyda tez omon-omonga kelib turish kerak. Mayli, mana 24-yilni ham omon-omonga kelib kutib olyapmiz. Demak, Albatta, albatta. bu yil ham yangiliklar bo'ladi. Albatta bo'ladi. Shunaqa ko'payishda ketsak, keyingilarga kela olmasak kerak. Singlim seriali juda ham ko'pchilikka mashhur bo'ldi, e'tiboriga tushdi. Hayotda ham o'xshashliklar bormi o'sha rolingizga xos bo'lgan? O'xshashliklar va farqlar haqida ham gaplashaylik. Chunki u yerda nazarimda farq ko'proq edi-da. Menga umuman teskari rol. Juda ko'p o'ylanganman, qabul qilsamikan bu rolni yoki yo'q. Ko'p Mas'ullantirdingiz. Ikkalamiz ham maslahatlashganmiz. Lekin o'sha ko'pchilik bizdan so'rardi, sizlar ikkalangiz bitta o'sha proyektda nimaga ishlamayapsizlar, biz kutyapmiz degan ijtimoiy tarmoqlardan ham ko'p kelardi-da. O'shaning uchun shaxsan nima qilamiz, maslahatlashib har doim. Mani birinchi eng salbiy rolimda, men shu paytgacha salbiy rol ijro qilmaganman. O'sha tomoshabinlar ijobiy, yaxshi qiz sifatida qabul qilishgan. Endi roldan keyin yaxshigina toshlar otilgan. Lekin unga ham tayyor edingiz-a? Aktrisa sifatida sizni bu charxlaydigan rol bo'ldi eng muhimi. O'zliklarni ochib berganman. Albatta. Shaxsan farq nimalardan iborat edi? Farq mani o'zim obrazim bo'yicha o'zimga o'xshash soddaligi, samimiyligi. Demak, soddasiz-a? Juda. Shu yaxshi qizman, o'zi hayotda. Lekin buni yig'laydigan boshdan oyoq yig'laydigan o'sha joyi ko'p bo'lgan. Yuzlari, ko'zlari shishib ketdi. Men o'zi hayotda yig'lashim qiyin, birovni oldida yig'lashim qiyin, lekin u serialda boshdan oyoqqacha shu yig'lash bilan ovora bo'lganman. Falda yig'latishdi sizni, urib yig'latishdi. Yo'q, shu Majbur holatga bo'ldingiz-a? kirishga harakat qildim. Mana hozir ijodiy jarayonlar haqida gap ketdi. Bu yil hisobidan Dilniyozda ham, Dostonbekda ham yaxshigina yangiliklar ko'p bo'ldi. Bu albatta quvonarli. Dilniyozda dublyaj olamidagi rang-barang rollarni e'tirof etishimiz mumkin. Dostonbekda Qora ko'zim serialida tasvirga olish ishlarida nafaqat xonanda sifatida, endi aktyor sifatida ham jonlanishni boshladilar, to'g'rimi? 2023-yilda shu narsani ham aytib o'tib ketishim kerak. Rejissyorlik sohasida ham o'zim sinab ko'rdim. Aynan mening yurtim kanalida Katta odamlar degan Serial. yosh maktab bolalari uchun mo'ljallangan novella efirga ketdi. Albatta bu proyektni o'zimni rejissyorlik qobiliyatimni ham sinab ko'rdim. Ijoddagi zo'r takliflarni sizga tilab qolamiz. Hozir esa biz vaqtdan unumli foydalangan holda siz bizni yanada kayfiyatga chorlaydigan zo'r o'yin o'ynaymiz. Xo'sh. Xo'p, har biringiz qo'shiq ijrosiga befarq bo'lmagan qobiliyatli yoshlarsiz. Shunday ekan, quloq imkoniyatlarini va ovoz imkoniyatlarini bir nuqtada sinovdan o'tkazish maqsadida biz sizga ushbu o'yinni taqdim etamiz. Hozir ketma-ketlikda sizga musiqa taqdim etiladi, tovush taqdim etiladi. Eshitasiz va uni qaytarib berishingiz kerak, xuddi o'zidek qilib. Aysening diqqat qiling, birinchi tovush siz uchun. Quloqlarni yoqing. 3, 2, 1 boshladik. Eshitamiz. Dilniyozga berish kerak edi. Oradan yillar o'tdi. Boshlang. Yo'q, qo'l bilan emas, ovoz bilan deyapti. Ular uchun murakkabi bor. Qaytarib berishimiz mumkin xohlasangiz. Eshitamiz, diqqat. 3, 2, 1. Ingichka emasda. Mayli, baland Shu ovozingizni qila qoling. Juda qiziqib ketyapman qanaqa chiqarganda. eshitamiz. Unaqa qila olmayman lekin. Men yuqorisi balandroq. Rahmat siz jumishda. Shunaqa qaning. Ha. Ustoz Shifu yonginangizda qaytarib bering. Xotirjamlik. Yo'q, unaqa. Qo'lingizni bundoq qilsangiz chiqadi. Bizni chiqmagan ovozdan qo'l bilan boshqaramiz. Ularning o'rniga siz qilib berishingizga to'g'ri keladi. Mayli, almashamiz unda. Keyingisi sizga qaytib kelib qolishi mumkin. Marhamat. Kim uddalaydi mana shu tovushni? Doston. Yo'q, mana Dilniyoz. Marhamat, Dilniyoz, eshitamiz. Bo'ldi, men. Tasonna. Mana bilmadim. Haqiqatga yaqin, lekin bitta Deyarli kulib shunaqa, kam bo'ldi. Deyarli shunaqa, ha. Va navbatdagi topshiriq shaxsan men uchun bo'ladi. Diqqat qiling. 3, 2, 1. Marhamat.
O'ynab bersam bo'lmaydimi? Yo'q, bu mashqani faqat og'iz bilan qilishdi. Marhamat Shohsanam. Yo'q, uchinchisi bundan ham qiyin bo'ladi. Yaxshisi shu joyda to'xtab Paytida qoling. qutuling Shohsanam, marhamat. Keyingisi qiyinlashib ketyapti. Qanaqa qo'yib yuboring. Yana bitta eshitamiz, marhamat. Qilolmayman. Serialdagi obrazingizni eslang. Yig'ini ozgina o'zgartirib yuborasiz bo'ldi. Shu yaxshi qiz bor-ku. Singlim seriali yangi ovozda. Qani? Kim uddalay oladi? Hozir yuqorida taqdim etilgan. Dunyoz qilib bo'ldi buni ham. Dunyozni eshitamiz yana, marhamat. Haftaga topdi. Redoraga topdi. Qanaqa deydi? Eshitdinglarmi Shohsanam, shunga o'ynab bering, hech bo'lmasa deyildi. Endi o'ynab berasiz. Takror bo'lsin, marhamat. Raqsida shaxsiy. Agar to'yga shou balet kerak bo'lsa. Bor mana. Ikkita raqsimiz bor. Dilyoz, rahmat, yuqorida ikkita ovoz o'xshatildi, lekin bu uchinchisi haqiqiy o'zingizniki. Ha, o'zimizga. Sizga topshirilayotgan vazifa. Oxir-oxir o'zim. Marhamat. Xayrim bilan nafas olaman. Ya bitta ishtaylik. O'zbekchasi keling. Bu so'zni eshitish o'zi qiyin ekan. Barakalloh. Hozir demo versiyasi bo'ladi do'stlar. Keyin bunga so'z yozamiz. Taxminan shunday. Doston tayyormisiz? Men tayyorman, Dilyoz ham tayyor bo'ldi. Undan qiyin bo'lsa kerak. Diqqat, marhamat. Yetis. Qani tasarruf. Dil ketdi, dil ketdi. Dish mana qanaqa edi? Ya tanangizga e'tibor berma. Oshor. Qolgan tovushlarni menimcha sahnada eshitganimiz ma'qul. Uning uchun esa mana sabardas ijodkorlar o'ziga xos ijod namunalari bilan shay turishibdi. Kimdan boshlaymiz endi? Biz ikkilanib qoldik. Ayollardan, qizlardan boshlaylik. Boshlaymiz qizlarimizdan albatta. Marhamat. Shaxsan ham, Aysel ham sahnaga taklif etamiz. Biz sizni qo'llab-quvvatlab turamiz. Marhamat. Barchamiz raqsga tushamiz. Qani ketdik. Ağalar yarın tarifine Su boyanağına tüsürau Sağağına düse marjana Oşal buğağına tüsürau Hav ahay, hav ahay Ahav ahay Salıp bilezikti Hav kasiyay közü süzüklü Шығарса алтын жүзікті қайтып бармағына түсер. Хау
rahmat. Ana endi o'rin almashamiz. Ana Eldido sahnaga. Endi bizning nog'oramizga o'ynaysizlar. O'ynaymiz. Chaling nog'orangizni. Taxminan shu kayfiyatda bo'lsin. Va har doim o'zim borman yoningda deb turadigan yaqin insonlaringiz bor bo'lishsin. Boringizga shukr. Ayyomingiz muborak. Sizlarga tashkil uchun rahmat aytamiz. Bizning bayramimiz esa xush kayfiyatda davom etadi. Omon-amonda yangi yil.